В синюю приглашается Самарканд vakili Ali Akbar Tursunov. Reportajimizdan davom ettiramiz do'stlar. Demak, jang boshlanish arafasida super og'ir vazn toifasi 90 kilogramdan og'irroq bo'lgan bokschilar chiqib kelmoqda va birinchi bo'lib ringga Ali Akbar Tursunov chiqib kelmoqda. Samarqand viloyati vakili ko'k burchakka. Uning raqibi Toshkentskiy oblast Ohangaron Asror Mirzaviddinov chiqdi. Va uning raqibi Asrorbek Mirzaviddinov Toshkent viloyati deb aytib o'tishdi. Bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra Toshkent shahridan. Referi Oybek Mamajonov jangni boshqarib boshladi, ya'ni baholab boshladi. Avazbek Yoqubov Farg'ona viloyatidan, Farruxbek Tojiboyev Andijon va Ilyosbek Yo'ldoshev u ham Andijon viloyatidan. Официальное представление боксеров. Первый боксер синего көкбурчакта. Hamyurtimizning yoshi 24 da, bo'yi 175 см, вазны 92 кг. Он мастер спорта по боксу представляет Динамо Самарканд Ali Akbar Tursunov. Qizil burchakda raqibining yoshi 22 da, bo'yi 174 см, вазны 94 кг. Он мастер спорта по боксу представляет школу бокса Динамо Ohangaron Asror Mirzaviddinov. Ohangaron ikkalasi ham Dinamo vakillari. Sportchilar o'rtaga. Yana bir bois o'tib o'taman. Farg'onalik ikki viloyatdan professional sportchilar, professionallarga xos bo'lgan chiroyli halol jang ko'rsatinglar. So'rashdik, ikki viloyatga ham omad. xalqaro to'fadagi hakam referi Oybek Mamajonov. Demak, barchasi tayyor. Birinchi raund. Vazn og'ir zarbalar ham shunga monand bo'ladi. Samarqand viloyati vakili o'ng qo'lda asosiy zarbasini yo'llaydi. Mirzaviddinov esa chapaqay. Voh, qanday zarba o'ng qo'lda, yaxshi tutib oldi. Siljib ham ketdi, bir nechta qadam ortga. Balandroq boshni ko'tarish kerak ekanligini yo'llikka ko'rsatma beryapti. Hakam turish holatini o'zgartiryapti. Jab. Yana turish holati o'zgaryapti. Ammo farqi yo'q. Uni ham raqibni chap qo'lda asosiy zarbasini yo'llaydimi, umuman qiziqtirayotgani yo'q. Baribir oldinga hujumga qarab boryapti. Tursunov Ali Akbar. Oh, qanday cross, qanday ushlab oldi. Ta'sir qildi zarba va oldinga qarab tashlamoqda endi. Toshkent viloyat vakili mana shu crossiga tayangan holda
Tavakkal qilyapti. O'tdi bitta cross, boshni biroz egib yuboryapti-yu, ammo o'zingiz ko'rdingiz. Polyapti endi Aliyakbar Tursunov. Oldinga keskin ravishda o'tishga harakat qilmayapti. Yana bir zarba. Onqol yana bir cross amalga oshirishga harakat qilib ko'rdi. Yana bir cross ikkita ketma-ket. Men barcha rasmiy insonlarni tanishtirib o'tishdan ko'taribdi. Albatta do'stlar, tanishtirib o'tamiz. Reportajimiz avvalda ko'rdingiz. Sobiq asoschisi Shohjahon Ergashev. Mana bu ikkita zarba. O'ng qo'l keyin chap qo'l. Ko'p o'zgartiryapti turish holatini. O'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba. Yana bir zarbalar ketma-ketligini amalga oshirishga erishmoqda Aliyakbar Tursunov. Va birinchi raund yakuniga yetmoqda. Promotion rahbari Zafarbek Rahmatov ham ringda ko'ryapmiz. Jarayonni diqqat bilan kuzatib boryapti. Ushbu professional boks kechasi supervizori, bosh hakami, Professional boks Federatsiyasi Jizzax viloyati bo'limi ijrochi direktori xalqaro toifadagi hakam Sobir Hakimov. İkinci raund. Ko'ramiz. Menimcha ssenariy o'zgarmasa kerak. O'sha alfozda jangni davom ettirishadi shubhasiz. Aliyakbar Tursunov tezroq, abjirroq, aqlliroq. Uning raqibi esa asosan mana shu krossga tayanyapti. Boshni biroz egib yubormoqda. Pastroq. Mana ikkita ketma-ket. O'ng qo'l keyin chap qo'l zarba. Darhol javob qaytyapti. Jab kuchli bo'lmasa-da aniq. Zarba mo'ljalga bormoqda. Yana kombinatsiya. Va kombinatsiya yakunida mana shu cross. Tugash arafasida mana shu cross. Yaqinlashish biroz xavotirli bo'lib qoldi Aliyakbarga. Chap qo'l yon taraflama zarba. Voy, Bek Mamajonov. Bokslarni faolroq jang olib borishga chorladi. Vazn og'ir jangchilar ham, bokschilar ham og'ir bo'lishadi. Harakatlar ham shunga mon. Joyida turgan holda o'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba mo'ljalga boryapti. Aliyakbar Tursunov yana boshladi va raqib krosslarni amalga oshirish chog'ida ortga chekinyapti. Yana bir jab, uppercut, qo'lni baland ko'targan holda himoyalanyapti. Mirzamiddinov yo'q.
Mana joyida qolib ketyapti-da. Chap qo'l. Yana mana shu krossi. Joyda turibdi. Nega davom ettirmayapti mana shunisi qiziq. Va raund. Ikkinchisi yakuniga yetmoqda. Va takror lavhalarni ko'rishingiz mumkin do'stlar. Yetib borib va mana shu zarbalarni yo'llashga muvaffaq bo'lishyapti. Qisqa masofadan aniq mo'ljalga borgan holat. Uchinchi raund do'stlar. Cross. Yana bir o'ng qo'l to'rdan yo'llangan zarba. Jab. O'ziga xos chalg'itish bo'ldi. Endi portlovchi zarba desak, biroz mubolag'a bo'lar, bu bilmadim qanday. Sakrab turib zarba yo'llash. Qadam bosh kerak albatta. Qadam boksda juda muhim. O'ng qo'l to'rdan yo'llangan zarba. Jab. Muxlislar bilan o'ziga xos o'yin. Yana tashlanishga bo'lgan harakatni ko'ryapmiz. Va Oybek Mamajonov o'zi ogohlantiryapti. Zarbalar kerak albatta, zarbalar. Jab. Va qoringa ketma-ket zarba, 2-3ta. Nega mana shu muvaffaqiyatni davom ettirmayapti? Mana shunisi qiziq bor. Cross. Va do'stlar, 3-raund yakuniga yetdi. Ssenariy o'zgarishi.
slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts. Va do'stlar, 4-raund. Endi takror lavhalarga urg'u berib o'tirmadim, ochig'i do'stlar. Urg'u beriladigan holat emas edi. Va mana ketdi. Ochildi ohangaronlik bokschi. Mana shu faqat krosslar, aylanma zarbalar, tavakkal 4-raundga kelib, tavakkal boks ko'rsatish, muxlislarga yoqishga harakat qilyapti. O'ng qo'l kross. Shohjahon Ergashev hozir sekundantga aylanib ketdi. Qoringa zarba. Bo'ldi, jang yakuniga yetmoqda. Jang yakuniga yetmoqda do'stlar. Menimcha bu yerda kim g'olib, kim mag'lub savol noo'rin. O'zingiz ko'rdingiz. Qaror ham o'zini uzoq kutirmasa kerak. Rasmiy e'lonni kutib qolamiz.
Rasmiy e'lon. Tijjuna vesa. Og'ir vaznda texnik nokaut qayd etildi. Победитель данного поединка TKO техническим нокаутом Динамо Самарканд Аликбар Tursunov. Alekbar Tursunovning g'alabasi qayd etilmoqda. Savolni o'rnatdim-ku, jang muddatdan avval yakun etdi. Buni ham xayoldan chiqarib yuboribmiz. Endi o'zingiz ko'rdingiz jarayonni ham, jangni ham. Biz esa navbatdagi qarama-qarshilikni kutib qolamiz. Давайте едем далее. Следующий поединок. Рефери на ринге. Иззат Икромов. Добро пожаловать. Йоу Хакемдар. Фарух Таджибаев. Побег Мамаджанов и Амазбек Якуба. 66 килограмм вазн. Izzatbek Ikromov navbatdagi jang referisi. Приглашается Мехмон